Tezkor o'zbek futbolchisining keyingi manzili Chelsea. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Homiyimiz tomonidan taqdim etilayotgan $100 olish uchun hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonuslaringizni va katta prinsiplarni qo'lga kiriting. O'zbekiston milliy terma jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimov 2026-yilgi jahon chempionatidagi o'yinlar orqali xorijlik mutaxassislar va skautlar e'tiborini tortmoqda. Ijtimoiy tarmoq X'dagi Blue Extra sahifasi Angliyaning Chelsea va Fransiyaning Strasburg klublariga egalik qiluvchi Blue Etulusmasi mutasaddilari o'zbek futbolchisiga jiddiy e'tibor qaratishga chaqirdi. Blue korporatsiyasi Strasburg yoki Chelsea uchun Behruz Karimovni o'z safiga qo'shib olish kerak. Behruz O'zbekistondan chiqqan katta iste'dod, himoyadagi kurashlarda juda faol va qanotda elita darajasidagi raqiblarni to'xtatish vazifasini bajaradi deya ta'kidlanadi nashr bayonotida. Turnir statistikasiga ko'ra, Karimov jahon chempionatidagi 2 uchrashuv davomida 15 marta to'pni raqibdan qaytarib olgan, 34 marotaba yerdagi yakka kurashlarda ishtirok etgan. Shuningdek, u 2 o'yinda ham dribling bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining eng yaxshi o'yinchisiga aylandi. Uning hisobida 6 ta muvaffaqiyatli aldash harakati qayd etilgan. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Behruz Karimov Chelsea da o'ynab keta oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.